uy sotib olganlar eng katta qiynayotgan savollardan bittasi xonadonimni qaysi qurilish mahsulotida bo'lsam tez va sifatli bitadi. Aynan shuni sizlarga bugun batafsil eksperiment qilib beraman. Qani ketdik. Xonamizni hozir g'ish va gazoblokda bo'lish eksperimentini amalga oshiramiz. Ko'ramiz qaysi biri tez va sifatli bo'ladi va xarajat qanchaga tushadi. Abdurahmon aka g'ishtni ustamiz, Muhammad aka gazoblokchi ustamiz. Hozir birinchi navbatda qiladigan ishimiz ikkala qurilish mahsulotiga ham rasvol tayyorlab olamiz. Va rasvol tayyorlab bo'lganimizdan so'ng vaqt taymerini bosamiz. Ko'ramiz qaysi biri tez va sifatli bitadi. Ustakalarimiz hozir rasvolni tayyorlab olishdi. Hozir 1 metr kvadratdan gazoblok va pishig'ishi urib ko'ramiz qancha vaqt ketadi. Bu yerda birinchi navbatda vaqt muhim emas. Bu prosta o'zimiz uchun qiziqarli tarafini bir hisob-kitobini qilib ko'ramiz. Bu yerda asosan sifat muhim. Endi start tugmasini bosamiz. Bu yoqqa endi xudo xolasa ustakalar boshlayveramiz endi. Gazoblogimiz 14 daqiqada bitdi. Pishig'ishimiz esa hali urish jarayonida ketyapti. Vaqtlar nisbatiga oladigan bo'lsak 50% ga teng. Hozir ustakamizdan o'zlarining ishlari to'g'risida o'z fikrlarini so'raymiz. Ustaka, o'zingizning ishingizdan fikringiz qanaqa? Meni fikrim, hozir 11-etajda turibmiz. Gazoblokni qulayligi, yengilligi nisbatan olib chiqishimiz oson bitdi va gabarit kattaligini hisobiga tez ko'zga ko'rindi. Gap yo'q. Endi ikkinchi ustamizdan o'z fikrlarini so'raymiz. Usta aka, o'z ishingizdan fikringiz qanaqa? Ishimdan fikrim, biz ham bu Muhammad ukamizdan barobar boshladik. Pastdan ham material barobar chiqdik. Haqiqatan bu ishlar unumli bitdi. Yengillik nisbatan pishirishga qaraganda ancha tezlashtirdilar. Olib chiqishlari ham tez bitdi. Endi bu ishni bu ham yaxshi, ota-bobolarimiz qadimdan foydalanib kelishadi. Yaxshi, buni yomon demaymiz. Hammasi yaxshi. Gap yo'q aka. Ko'rib turganinglardek, ikkita ishimizdan перегородкаlarimiz bitdi, devorlarimiz tayyor holatda, vaqtga nisbatan gazoblok sal tezroq bityapti, pishirishimiz sal sekinroq bityapti, lekin mustahkam. Xo'p, endi bu g'ishtlarimizni plus-minuslarini sizga bir qator keltirib beraman. Ko'rib turganingizdek, pishig'ishimiz ota-bobolarimizdan kirib kelgan qurilish materiali. O'z nomi bilan pishiq. Pishig'ishimiz nisbatan mustahkam bo'ladi, lekin ko'p qavatli binolarni перегородкаlarni bo'lishda buni toshib chiqish nisbatan qiyinroq. Ko'rib turganingizdek, O'zbekistonimizda keng foydalaniladigan, tarixdan bizga yetib kelgan pishig'ishimiz. O'z nomi bilan pishiq va mustahkam. Lekin ko'p qavatli binolarning tepasiga olib chiqayotganimizda nisbatan sal qiyinchilik tug'diradi, sababi maydaligi va og'irligi uchun buni toshib chiqish ko'proq xarajat talab qiladi. Pishig'ishdan urilgan devorimizni tashqi qismiga bitgandan so'ng qumsoq ishlab chiqishimiz kerak yoki rodbundan va keyin kosmetik shuvoqlar amalga oshiriladi. Bu esa nisbatan xarajat talab qiladi va vaqtdan ham yutqizadi. Endi esa sizlarga hozirgi zamonaviy avtoklavli gazobloklarni tanishtiraman. Bu avtoklavli gazoblogimiz gabariti kattaligi va yengilligi uchun toshib chiqish nisbatan ancha qulay va issiqlik va sovuqlikni o'tkazmaydi. Eng zo'r xususiyatlardan bittasi gazoblogimiz g'ovaksimon bo'lganligi sababli ovoz o'tkazmaydi. Bu esa ko'p qavatli binolarda qo'ni-qo'shni orasidagi munozarali holatlarni oldini oladi. Ushbu devorlarimizga umumiy 1 metr kvadrat uchun qancha xarajat ketganini sizlarga hisoblab beraman. Gazoblogimiz endi 12 sm, 1 metr kvadratga umumiy hisobda 79 ming so'mlik mahsulot ketdi. Ish haqiga esa 30 ming so'm hisobladik. Pishig'ishimiz esa ko'rib turganingizda yarim g'isht
1 metr kvadratga umumiy 66 ming so'mlik mahsulot va 55 ming so'mlik ish haqqi ketdi. Devorlarimizga qancha mehnat va xarajat ketganini o'zingizlar ko'rdinglar, tanlov esa o'zingizlardan. Bizga obuna bo'linglar, yana ham foydali eksperimentlarni ko'rsatib boramiz.